Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirlar, şiddet bilen atselir, Hemze Halit Musettek, şir yürek oğlanları. Abdullah ibn Abbas. Gerçi o keyinrek tug'ilgan bo'lsa-mu, ulug' sahoba bo'lib yetishib chiqishga foydaliq bo'lgan atrofdagi yaxshi fursatlarning hammasidan bahramand bo'lganlardan, ya'ni sahobilik, tuqqandarchilik, ilm elish, taqvodor bo'lishga foydaliq bo'lgan fursatlarning hammasiga erishganlardan edi. U yana Allohning payg'ambarining tog'isining o'g'li edi. Islom dinining muhitida o'sib, ummatning o'limosi, mo'l bilim egisi, gündüzleri roz tutup, gecelerini qiyamda turup ötküzgüçe, ettigen ve akşamları Allah'tan korkup yığılgıçe, mağfiret tilep tökülgen yaşları bilen mağızları nemlengüçe kişiydi. Mana bu kişi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ölüması, terbiyecisi, tetqatçisi, feylasofi, icdihatçisi Abdullah ibn Abbas'dır. O, hicretten 3 yıl burun tuğulgan bulup, Peygamber Aleyhisselam vafat bolganda, o əmdila 13 yaşda idi. Gerçi o kichik bo'lsa-mu, İmam Buxoriy va Muslimning kitoblarida to'g'riliq bilan mashhur bo'lgan hadisdan 1660 ni yodlab bo'lgan edi. Onasi uni yangi tug'ilganda Payg'ambar alayhisolamning yoniga akeldi. Payg'ambar alayhisolam tükürkü bilan uni ig'izlantirdi. Demak, uning ichiga kirgan tunji narsa Payg'ambar alayhisolamning muborak tükürkü bo'ldi. Uning bilan birga uningga taqvoliq, ilm hikmatlarining nurimi kirgan bo'ldi. Payg'ambar alayhisolam bilim hikmat kimga berilsa, uningga ko'p yaxshilik berilgan bo'ladi degan edi. Hoshimiylik bu sabiy bola ancha-muncha aql topgandan boshlabla Payg'ambar alayhisolamga xuddi soydakla agishib yuradigan bo'ldi. Payg'ambar alayhisolam tahorat olmoqchi bo'lsa, uning tahorat suyini tayyorlab beradi. Namozda turganda uning orqasida turib o'qiydi. Safarga chiqsa, uloqning orqasiga mengishib oladi. U har bir harakatida chechan, aqlliq, ziyrak qalb, hozirgi zamondagi ilg'or xotir qoldirish asboblaridan o'tkir bo'lgan asti qoldirish iqtidorini bil elib yuradi. U o'z to'g'risida to'xtalib mundoq deydi. Bir qatim Payg'ambar alayhisolam tahorat olmoqchi bo'ldi. Men nihoyat tezlik bilan suv tayyorlab berdim. U buningdan xursand bo'ldi. Namoz o'qimoqchi bo'lganda u meni o'zining yonida turishga shart qildi. Men orqasida turib o'qidim. Namoz oxirlashganda Payg'ambar alayhisolam: "Ey Abdullah, nima uchun mening yonimda turmaysan?" deb so'rdi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, sen mening nazarimda men bilan bir safda turishdan ko'p yuqori martabadasan" dedim. Payg'ambar alayhisolam: "Ey Alloh, bu bolaga ilm hikmat ato qilsang" deb duo qildi. Alloh ko'p hamdlar bo'lsinki, Payg'ambar alayhisolamning duosi bilan Alloh Hoshimiylik bu bolaga o'limalarning peshvolaridan olqib ketgudek darajada ilm hikmat ato qildi. Buncha vola tariflardan keyin tabiiy holda uning oqillik haqida biror misol bo'lsa-mu bilgingiz kelar. Qani tuvandagi qurlarga nazar siling. Payg'ambar alayhisolamning vafotidan keyingi xalifalar zamoniga kelganda Alining bir qism do'stlari Alidan ayrilib, Muaviya bilan uning o'tirsidagi nizoda uning yordam qilmaganda Abdullah Aliga: "Ey mu'minlarning xalifasi, mening u kishilarga gap qilishimga ruxsat qilgin" dedi. "Sana biror ish yetib qolmaskan deb ansirayman" dedi Ali kuyingan holda. "Alloh xolisa hargiz undoq bo'lmaydi" dedi va u kishilarning qishig'i bordi. U ibodatda bulardek tirishchan kishilarni ko'rib boqmagan edi. Ular: "Kel ey Abbasning o'g'li, marhaba. Sen bu yerga nima ish bilan kelding?" deb so'rashdi. "Sizlar bilan so'zlashgili keldim" dedi Abdullah. Ularning bir qismi uning bilan so'zlashmaslik tarafdori bo'ldi. Bir qismi "Qani so'zla, biz sening so'zingni anglaymiz" deyishdi. "Aytinglarchi, sizlar nima uchun Payg'ambar alayhisolamning tog'isining o'g'li ham uning kuyovli eng dastlabda iymon etguchi bo'lgan kishiga qarshi chiqsizlar" dedi Abdullah. "Uch talishda uningga e'tirozimiz bor" deyishdi u kishilar. U: "Qaysi uch talish?" "Birinchisi, Allohning dinda
kishilarni hukm chiqarg'uchi qildi. Ikkinchisi, Oysha va Muaviya bilan urushib, g'animat va asir olmadi. Uchinchisi, musulmonlar uningga bayat qilib, uni o'zlariga boshliq qilib saylagan turuqliq, u mu'minlarning xalifasi degan nomni qo'llamadi. "Man qaranglar", dedi Abdullah. "Agar sizlar degan bu ishlar to'g'riliq Allohning kitobidan, payg'ambar alayhisolamning hadisidan bir narsa deb bersam, bu qilmishinglardan yanamsizlar", dedi Abdullah. "Shundoq, albatta yonimiz", deyishdi ular. "Sizlarning Ali Allohning dinida kishilarni hukm chiqarg'uchi qildi degan so'zinglarga kelsak, Alloh: "Ey mu'minlar, sizlar ovlagan hayvonlarni ihromli holatinglarda yoki haramda o'ltirmanglar. Sizlardan kimki uni o'ltirdikan, ishining vabolini tetish uchun uning jazosi ikki odil kishining baholishi bo'yicha heliqi o'ltirilgan ovga o'xshash uy hayvonlaridan birini kabiga ilib berib qurbonlik qilishdir yoki kafarat yuzidan miskinlarga osh berishdir yoki har bir miskinga beradigan oshning barobariga bir kun ro'za tutishdir. O'tganki gunohinglarni Alloh afu qildi. Kimki qayta gunoh o'tkazsa, Alloh uni jazolaydi. Alloh g'olibdir, jazolig'ichidir", degan. "Men sizlarga Alloh bilan qasam qilayki, o'zlarining jonlarini, mollarini saqlab, o'z orasida hukm qilish haqliqmikan yoki qimmati 4 dirham bo'lgan to'shqon to'g'risida hukm qilgani haqliqmikan? Balki musulmonlarning qonlarini saqlab, orasini isloh qilish haqida hukm qilishi haqliq", dedi. "Sizlar mush haqda bilingan ekansizlarda?" "Shundoq. Bo'libmi, ammo sizlarning Ali jang qilib, ayollarni asir olmadi degan so'zinglarga kelsak, sizlar o'z onanglari o'rinda bo'lgan mu'minlarning onasi Oyshani asirga ilib, uni boshqa asirlarga o'xshash o'zinglarga halol qilmoqchimi? Sizlar ha deb javob bersanglarmi, kafir bo'lsizlar. Agar Oysha bizning onamiz emas desanglarmi, yana kafir bo'lsizlar. Chunki Alloh payg'ambar mu'minlarga ularning o'z nafslaridan chordir. Payg'ambarning ayollari ularning onalaridir", degan. "Sizlar bu haqda xohlaganinglarni tanlanglar. Biz mushning uchun bilindikmi? Shundoq qilibdik", deyishdi ular. "Endi Ali o'ziga mu'minlarning boshlig'i degan nomni qo'llamadi degan so'zinglar kelsak, payg'ambar alayhisalom Hudaybiya kuni mushriklar bilan qilgan kelishimdagi Allohning payg'ambari Muhammad hukm qilgan ish degan so'ziga mushriklar: "Biz sening payg'ambarligingga ishongan bo'lsak, seni Baytullohni tavob qilishdan to'simaydiq va sen bilan jang qilmaydiq. Sen bu so'zing o'rniga Muhammad ibn Abdullah deb yoz", dedi. Payg'ambar alayhisalom ularning degani bo'yicha yozish qo'shildi. Ammo u Alloh bilan qasamki, sizlar meni e'tirof qilmaganinglar bilan men haqiqiy Allohning payg'ambari degan edi. O'ylab beqinglar, biz mush sababdan bilindikmi? Biz shundoq qilibdik, dedi ular. Bu suhbatning, ya'ni Abdullohning Qur'on hadisidan ilib kelgan dalil, misollari bilan ilib borgan suhbatning natijasi shu yo'ldagi faqat 4000 odamning Aliga qarshi maydonda qolganligini hisobga olmaganda 20000 odam Alining sipiga qitildi. Bu o't yurak yosh Abdullah ilm ilish yo'lida barlig'ini sarf qildi. Barliq imkoniyatning hammasidan foydalandi. U ashtirishchalik bilan payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida payg'ambar alayhisalomning bilim buluqidan suv ichgan edi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin ilm hikmat egisi bo'lgan sahobalar, olimlar uning qo'g'lishib yurib ilm o'rganadigan ustoziga aylandi. U o'zining ilm egilash yo'li ustida to'xtalib mundoq deydi: "Men agar biror sahabida biror hadisning borlig'ini anglasam, tushlik uxlash vaqtida shu sahabalarning darvosining oldiga berib, chopinimni yerga silib yotatdim. Shamol to'pichanglarni bosh ko'zimga uratdi. Men xohlasam kirishga ruxsat so'raydim. Ular mening kirishimga ijozat beradi. Men buni faqat shu sahabining ro'yini paklash uchun qilatdim. Ba'zida ular uydan chiqqanda mening bu holatimni ko'rib, "Ey payg'ambar alayhisalomning tog'isining o'g'li, nima ish bilan kelding? Agar menda biror ishing bo'lsa, odam avassang boratdim emasmi?" deydi. Mening kelishim maxluq, chunki ilm degan opirib berilmaydi, balki akitildi, deytimda, ondan o'zim so'ramoqchi bo'lgan hadisni so'raydim. Abdullah ilm ilish yo'lda o'zini tuvan tutish bilan birga olim o'limalarni noyit hurmat qiladi. Bir qatim payg'ambar alayhisalomga tushgan vahiyni yozg'uchi
shariat bilimlarida, qiroatda, miros ishlarida Madina kishilarining kattasi Zayd ibn Sabit ulug'iga minmoqchi bo'lganda, Abdullah uning oldida xuddi xizmatkor xo'jayinning oldida turgandek turib, uloqning uzangisini pastga besib, ulug'ini tutib turdi. Zayd uningga: "Ey payg'ambar alayhisolamning tog'isining o'g'li, undaq qilmagan" deydi. "Biz olim kishilarimizga mushuna qilishga buyurilgan" deydi Abdullah. Zayd uningga: "Menga qo'lingni ko'rsat" deydi. Abdullah uningga qo'lini chiqarib berdi. Zayd Abdullahning qo'liga suyib: "Biz payg'ambar alayhisolamning oilasiga mushuna qilishga buyurilgan" deydi. Abdullahning ilmga bo'lgan qiziqligi natijasida uning bilimi olimlarni hayron qilgudek darajada kamolatga yetgan bo'lib, tabiinlarning mo'tavallaridan biri bo'lgan Masruq ibn Ajdaa mundaq deydi: "Men Abdullahni ko'rganimda u kishilarning eng chiroylisi deydim. Uning nutqlarini anglaganimda u kishilarning eng notiqi deydim. Hadis so'zlasa kishilarning eng olimi deydim. U ilmda kamolatga yetgandan keyin u bilimlarni boshqalarga o'rgatadigan ustozga, uyi bo'lsa musulmonlarning oliy bilim yurtiga aylandi. Bu oliy bilim yurtida bugungi dunyodagi oliy bilim yurtida uchraydigan necha 10 yoki necha 100 nafar oliy darajalik unvonga ega o'qituvchilardan bo'lmasdan faqat ashu Abdullah o'zi yolg'iz edi. Sahabalarning biri mundaq deydi: "Men Abdullahning bir so'rinini ko'rdim. Bu butun Qurayshliklarga iftixor bo'lgan ahvol bo'lib, Abdullah uyi tarafga boradigan yo'lga kishilar sig'may qolgan ekan. Men uning qishig'iga kirib, kishilarning uning uyida kiradigan yo'lga sig'may qolganligidan xabar berdim. U menga tahorat suvi hozirlab bergan" dedi. Men suv rastlab berdim. U tahorat ilib bo'lib o'ltirib, "Sen chiqib Qur'on va uning harflari to'g'risida so'rg'uvchilar kirsin" degan deb buyurdi. Men chiqib shundoq dedim. Kishilar shunchalik ko'p kirdiki, hatto butun uylarning hamma hujurlari liq to'ldi. Ulardan keyin Qur'onning tafsiri to'g'risida so'raydiganlarni, ulardan keyin halol harom diniy ma'lumotlar to'g'risida so'raydiganlarni, ulardan keyin miros ilmi, ulardan keyin arab tili, shariat, klassik arab tilidan so'rg'uvchilarni chaqirg'izdi. Har bir turkumdagi ilm olg'uvchilar dastlabda kirgan kishilardeklar ko'p bo'lib, uylarning hamma hujurlari liq to'lgan edi. U har bir turkumdagi kishilarning har bir savol so'rg'uvchisiga noit mukammal, qanoatlanarli javob beradi. Ham ularga boshqa qarindoshlarga yo'l beringlar deydi. Abdullah kishilarning o'z ishiga oldida bu qistonchilik masalasini hal qilish uchun dars turlarini kunlarga bo'lib, har bir kun uchun bir dars o'rlashtirdi. Uning darsini anglagan har bir odam uningga va so'ralgan savollarga berilgan javobga qoyil bo'lmay tura olmaydi. Abdullahning bilimlik bo'lishidek fazilati uni xalifalik ishlarining maslahatchisi bo'lishidek sharafga ega qildi. Umar raziyallohu anhu ishlarida biror qiyinchilikqa duch kelsa, sahobalarning cho'nglarini chaqirganda ish kichik bo'lsa-mu, Abdullahni chaqirtadi va uni o'ziga yaqin o'ltirg'izib, "Bizga mundaq bir qiyinchilik bo'ldi. Buni sen va sana o'xshashlar hal qila oladi" deydi. Bir qatim Umar kishilar tarafidan "Kichikini bolani cho'nglarning martabasiga tenglashtirding" deb tanqidlanganda, Umar: "U garchi navqiron yigit bo'lsa-mu, uning savolliq tili, aqlliq kallasi bor" deb javob bergan. Abdullah yolg'iz dars anglovchilarga dars berish bilan to'xtab qolmay, umumiy xalqqa vaz-nasihat qilishni birga elib boradi. Ularga vaz-nasihat qilish so'rinlarini hozirlaydi. Tuandikilar uning umumiy qilgan vaz-nasihatlaridandir. "Ey gunohkor banda, sen qilgan gunohlaringning oqibatidan qo'rqmay yurguchilardan bo'lma. Bilginki, bir gunohga agishib qilingan gunoh asldagi gunohdanmi og'irdir. Gunoh sodir qilayotganingda ikki tarafingdagi farishtalardan hayo qilmaganingning o'zi qilgan gunoh bilan o'xshashla og'irdir. Gunoh qilgan turibmi, Alloh sendan qanday hisob bilishni bilmay kulib yurishingning o'zimi gunohdir. Gunoh o'tkazganligingga mag'rurlanib yurishingmi gunohdir. Gunoh ish qilganingda Alloh seni ko'rib turayotgandan qo'rqmay, balki kiyimingni shamol uchrasa, uningdan ansirishing texmi cho'ng gunohdir. Ey gunoh sodir qilg'uchi, badanini quritib, mol dunyosini va barliqini uning ilkidan elib ketishga Ayubning gunohi nima?
Uning gunohi faqat bir ojiz miskin o'ziga kelgan zulmni to'sishga uningdan yordam so'raganda u yordam qilmagan. Demak, sen har qanday bir kichik gunohni kichik sanama. Abdullah o'zi gunoh qilib turib, boshqalarni to'sadigan yoki o'z qilmaganni boshqalarga buyuradiganlardan emas edi. U hamisha kunduzlari ro'za bilan, kechalari qiyomda turish bilan yashaydigan banda edi. Abdullah ibn Mulayka Abdullah ibn Abbas haqida to'xtalib mundaq deydi. Men uningga Makkadan Madinaga borguncha hamroh bo'ldim. Biz safar ustida biror qunalg'u tushsakla, u yarim kechada turadi. Boshqalar bo'lsa, qattiq safar ardoqida uyquga g'arq bo'lgan holda yotadi. Men bir kechasi uning o'limning sakrati haqiqatni ilib keldi. Sen bo'lsang, uningdan qochding degan oyatni o'qiyotganligini angladim. U taki tong suzilgicha u oyatni o'qib yig'lab chiqdi. Yig'ib yetganda Abdullahning kishilarning ichidagi eng chiroyligi, eng nurligi, shundaqla Allohdan qo'rqib yig'lab to'kilgan yoshlarining sababi bilan yuzlari namdalguchi ekanligini uni bilishni xohlovchilar uchun yetarli bir sababdir. Bir yili musulmonlarning xalifasi Muaviya ibn Abu Sufyan haj qilish uchun chiqdi. Abdullah bu yili hajga chiqqan bo'lib, u chaqda Abdullah hech qanday huquq va kuch yo'q holat edi. Muaviyaning davlat xodimlaridan tashkillangan maxsus agashkuchilari bor edi. Biroq Abdullahning atrofida uning ilmini o'rganish uchun agashgan nurg'un agashkuchilar bor edi. Ilm uni shu darajaga ko'targan edi. Abdullah 71 yoshigacha yashadi. Uning hayoti atrofini ilm hikmatga, taqvolikka to'ldirgan hayot bo'ldi. U vafot bo'lganda Ali ibn Abu Talibning o'g'li Muhammad ibn Hanifa uning namoziga imom bo'ldi. Sahobalarning hayot qolgan peshqadamlari, tabiilarning peshqadamlari uning jinoza namoziga qatnashdi. U yerlik qo'yilganda bir qorining: "Ey aram topquchijon, sen Parvardigoringdan mamnun. Parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytgan. Mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgan. Mening jannatimga kirgan" deb qiroat qilgan ovozi yangrab turadi. Alloh hammamizning ilmda, taqvolikda uningdek bo'lishimizga nisib qilsin. Amin. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari. Ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tek turib, Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari.